Xo'p, demak, bu ateroskleroz profilaktikasi nima desanglarki, qaytib bering. Aterosklerozning asosiy rivojlanishiga olib keluvchi sabablar bular yosh o'tgan sari, yosh kattargan sari, demak, aterosklerozning rivojlanishi oshib boradi. Va tashqi sabablar bular ovqatlanish tarzining noto'g'riligi, tamaki chekish juda ham katta ta'sir qiladi, ya'ni yomon tarafga, ya'ni aterosklerozning rivojlanishi tamaki chekuvchilarda juda ham shiddatli bo'ladi. Alkogol iste'mol qilish, noto'g'ri hayot tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, stresslar aterosklerozning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Mana shu faktorlarni barchasini imkoniyat qadar, albatta yoshni to'xtatib bo'lmaydi, qolgan tashqi faktorlarni imkon qadar kamaytirish aterosklerozning rivojlanishini sekinlashtiradi va kamaytiradi.